Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Artifakt 092 Agar sizlar ham YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, ana bunday videolar chiqyapti. Hozir men sizlarga, agar sizlar bedrock bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Unda tomosha qiling. Qani, ketdik. Bizga avvalo ana bu ikkita Minecraft kerak bo'ladi. Men bu yerga serverimni ko'chirib o'tkazaman. Buni ikkita yo'li bor. Men sizlarga birinchi yo'lini ko'rsataman, chunki ikkinchi yo'li menda yo'q ekan. Bizga avval ko'rsatib o'tganda ana bu Zarchiver degan qurilma kerak bo'ladi. Buni albatta Play Marketdan skачать qilsalaring bo'ladi. Qanday ketdik. Kirib olganimizdan keyin agar sizda o'xshasa, bu yoqqa kirib turib make world deb izlaysizlar. Xuddi shunday qilib, menda bu yo'li yo'q ekan. Shuning uchun men mana bunday qildim. Mojanga kirasizlar va bu yerda Minecraft World turadi. Mana men bu yerga saqlanib ko'rganman. Saqlanib qilishni o'rgataman. Bu yoqqa kirasizlar. Obyektiv o'zim endi ozgina qotyapti. 9 ta obyektivga kirasizlar. Bu yerda yangisi bo'lmadi, eskisi bor Minecraft. Agar eskisidan yangisiga ko'chiradigan bo'lsalaring, eskisiga klasslar o'sha serverlaringda, mana men serverim chiqib turibdi. O'sha o'yinlaringni, merlaringni olasizlar. Kopirovat qilasizlar. Mana ana bu chiqdi. Ko'rgan bo'lsalaring, ki buni bu yoqdan chiqib turib, ashaqamda saqlanib qilsak bo'ladi. Men saqlanib qilganim uchun mana chiqib turibdi. Barchaga xayr, sizlar uchun omad.